Birodarlar, mana bir necha jumadan beri baraka haqida dars qilyapmiz. Bugungi mavzuyimiz al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka sizlarning oralaringizdagi yoshi kattalar bilan birgadir. Oxirgi paytga kelib, mana shu yosh kattalarga bo'lgan hurmat, e'tibor avvalgilardek bo'lmay qo'ydi. Sovet davrida katta bo'lganmiz, namozxonlar ko'p emas edi, juda ko'pchilik ichar edi, din diyonatga yo'l biz xohlaganchalik emas edi, masjidlar yopiq edi, ammo o'zimizni yurtimizni mentalitetidan kelib chiqib turib, kattalarni siylagan, kattalarni hurmat qilgan degan narsa tomirimizga singdirilgan edi. Ammo taassuf oxirgi paytga kelib, o'zini dindor deb bilgan, taqvodor deb bilgan, sunnatga amal qilyapman deb, oyatga amal qilyapman deyotgan ayrim birodarlarimizda mana shu yosh kattalarga bo'lgan behurmatlik, mensimaslik ko'payib ketayotganligini ko'ryapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan va ulamolarimizning haqqini bilmaganlar mendan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Kimi uyda yosh katta otasi, onasi bo'lsa, uni barakasi bor. Faqat uni bilmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Yoshi ulug'lardagi baraka nima? Mana baraka nima ekanligini aytdik. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Misol bilan tushuntirdik. Opatedizdan qolgan ketmon bor. 100 yildan o'tib qoldi, ishlayapti. Yo'qolib ham ketmadi, cho'kib ham ketmadi suvga, biroq o'g'irlab ham ketmadi. Ishlayapti. Ungacha siz 20 ta 30 ta ketmon oldingiz, uy qurguncha nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Demak, ularda baraka yo'q edi. Mana bu turgan ketmonda baraka bor. Tushunarlimi? Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy bo'lishi. U baraka vaqt ustida bo'lishi mumkin, ilmni ustida bo'lishi mumkin, pulni ustida bo'lishi mumkin, joyda bo'lishi mumkin. Yoshi ulug'lardagi baraka. Bu nima degani? Bundan maqsad nima? Qarindosh ulug'larning orasida din va aql egasi bo'lgan yoshi ulug' zotlarni tabarruk qilishligi bu mustahab amallardan hisoblanadi. Al-Qarofiy Az-Zahirada shunday deydi. Chunki u kim? Yoshi ulug' inson. Yoshi ulug' musulmon inson. Yoshlardan ko'ra ertaroq Alloh taologa itoat qilgan. Ya'ni sendan ko'ra ertaroq bosh sajdaga tekkan, sendan ko'ra ko'proq tasbih aytgan. Shuning uchun uni hayoti senikidan ko'ra barakaliroq bo'ladi. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi kattalaringiz bilandir. Sahobalar bu hadisni qanday tushunishgan? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qala la yazalu an-nasu bi khayrin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Modomiki deydi bu ulug' sahobiy, odamlar ilmni oralaridagi yoshi ulug' insonlardan olishar ekan, xayriyatda davomiy bo'ladilar. Ilm beradigan odam ustozlarimiz bor. Endi mana shu ustozlarning ichida yosh kattaroqlaridan ilm olinar ekan, xayriyat davomiy bo'ladi. Chunki u yosh katta olim odamda ham ilm bor, ham hayotiy tajriba bor. Ta'limul muta'allimda Imom Zarnuji aytadi, ustoz tanlashlikda 3 ta isbatiga qara deydi. Birinchisi ilmli bo'lsin. Tushunarli, endi ilmli bo'lish kerak ustoz. Ikkinchisi taqvoli bo'lsin, uchinchisi yosh katta bo'lsin deydi. Chunki ko'pni ko'rgan bo'ladi-da uchi. Ilmni yoshi ulug'laringlardan olar ekansizlar, sizlar xayriyatda davomiy bo'lasizlar, deyapti Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Bundan murod ana shu olimlarni hayotiy tajribalari katta bo'ladi. Ularning majlislarida xayriyat va baraka bo'ladi, din va dunyo salohiyati bo'ladi.
yoshi ulug'lar jamiyatni ustunlari bo'ladi. Endi bu yoshi ulug'lar yana ilmli bo'lsa-chi? Ulardan ta'lim, hikmat o'rganiladi. Ana shu ta'lim, hikmatni o'rgansa, yoshlarning hayoti to'g'ri ketadi. Nima uchun yosh kattalar jamiyatda ustuni deyilyapti? Nimaga yosh kattalarga quloq sol deyilyapti? Chunki ular, birodarlar, yoshi bir yerga borib qolgan, qiziqqonlik yo'q, o'zini bosib olgan, issiq-sovuqni boshidan o'tkazgan, shoshqaloqligi tugagan. Oq-qorani ajratishgan, ularda viqor paydo bo'lgan, nima yaxshi, nima yomon ekanligini yoshlardan ko'ra mana shu yosh kattalar yaxshi biladi. Nima yaxshi, nima yomonligini yosh kattalar yaxshiroq bilishadi. Endi ularni mana shuncha to'plab qo'ygan tajribasidan foydalanish uchun ularga murojaat qilish kerak va ularning duosini olishlikka haris bo'lish kerak. Imom Kalabaziy o'zining Bahrul Favoidida shunday deydi: ularning aqllari, odoblari va fikrlari komil bo'ldi. Ularda yoshlikning yengilligi va shoshqaloqligi tugadi. Ko'p narsalarni boshlaridan o'tkazishdiki, ular bilan hamsuhbat bo'linsa, ularning odoblaridan va tajribalaridan foyda olish mumkin bo'ladi. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: Inna min ijlalillahi ta'ala ikromu zil shaybatil muslim. Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashligidan bo'ladi. Ya'ni Allohni ulug'lagan musulmon odamgina musulmon oqsoqolni hurmat qiladi. Ma'qulmi? Bu cholaring 60 ga kirganda namoz o'qigan. Bular o'zi asli manaqa bo'lgan, yoshligida manaqa bo'lgan, endi manaqa bo'lib qolishdi deydiganlarni bilasizlar, o'sha odamdan uzoqroq bo'laveringlar. Zato buchi o'sha yoshga yetdi. Yoshligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ishlarni to'xtatdi agar yomon ishlari bo'lsa. Tavba qilib masjidga keldi. Qani senga garanti 50 yoki 40 ga kirishingga? Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Agar biz Allohni ulug'laydigan yoshlar bo'lsak, musulmonlar, o'zimizdan yosh katta musulmonlarni, oqsoqollarni albatta hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu bizning Allohga bo'lgan taqvoyimiz bir ko'rinishi bo'ladi. Yosh kattalar, aytdik, bular to'xtangan odamlar. Dunyoni zeb ziynatidan zerikkan, yegan, ichgan, kiygan, safar qilgan, dunyoni shahvatlaridan zerikkan. Shuning uchun ularni so'zlarida hikmat bo'ladi. Ota-onasi bor, o'tirmaydi, ish ko'p, bitta hovlida yashaydi, orada bir necha kun o'tib ketadi, ota-onasi bilan ko'rishmaydi. O'pkalab malollasa nima qilaylik deydi. Ham yo'qni qilib beryapman-ku deydi. Uy-joyi bor. Yeyish-ichishi hammasi zo'r, kiyim-kechagini qilib berganman. Nima qilishim kerak yana deydi. O'g'il bola, otang seni-chi, olib beradigan ovqatingga, kiyimingga muhtoj emas. Seni o'zini yonida bo'lishini xohlaydi xolos. Bu qarib qolgan ota-onaning asosiy ehtiyoji ruhiy va ma'naviy qadr-qimmatida. Ular ana shu farzandlarini, oila a'zolarini o'zini yonida bo'lishni xohlaydi. Ulardan hurmatni, izzat, e'tiromni ko'rishlikni xohlaydi. Shuning uchun ota-onasi borlar, eshitib qo'yinglar, dunyodagi eng boy odam sizlar. Otangiz bormi, onangiz bormi, ikkalasi bormi, eng boy odam siz. Ertaga ketib qoladi. Bormasan deydigan odam ham qolmaydi. Imom Molikdan keltiriladi: "Va min ta'zimillahi azza va jalla ta'zimu dish-shaybatil muslim." Albatta musulmon oqsoqolni ulug'lashlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Mana endi yoshi ulug'larni islomda, iymonda yoshi ulg'aygan kishilarni fazilat haqida payg'ambarimizni quyidagi hadisini o'qiymiz. Rasululloh aytadilar: "Laysa ahadun afzal indallohi min mu'minin yu'ammaru fil islam li tasbihihi va takbirihi va tahlilihi." Rasululloh aytibdilar, Allohning nazdida islomda yoshi ulg'aygan mu'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi. Tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Musulmon bo'lib tug'ildi, musulmon bo'lib yashadi, musulmon bo'lib qarida oqsoqol bo'ldi. Mana shu odam Alloh uchun eng sevimli banda. Nima uchun? Tasbih aytgani uchun, takbir aytgani uchun, tahlil aytgani uchun.
Qaranglar-da, islomda bo'lib turib uzoq umr ko'rishlik qanchalar xayriyat ekanligini bitta misoli. Talhat ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu tirikligida jannatli ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan ashara-i mubashsharaning bittasi. Ikkita odam kelib kalima keltirib musulmon bo'ldi payg'ambarimizning huzurida. Ikkita odam teng musulmon bo'ldi. Orada bir qancha vaqt o'tdi. Haligi ikkita odamning birinchisi jihodga chiqib shahid bo'ldi. Alloh shahidlikni ato qildi. Oradan bir yil o'tdi. Haligi ikkita odamning ikkinchisi o'zining uyida to'shagida oddiy o'lim bilan o'ldi. Talha roziyallohu anhu tush ko'rdi. Tushida jannatning eshigini oldida turganmish. Yonida boyagi ikkala kishi. Bittasi shahid bo'lib ketgan 1 yil burun, bittasi oddiy o'lim bilan o'lgan 1 yil keyin. Jannat eshigi ochildi, u yerdan chiquvchi chiqdi-da, o'zini to'shagida oddiy o'lim bilan o'lgan odamni birinchi olib kirib ketdi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin ikkinchi marta chiqib, shahid bo'lib o'lganni keyin olib kirib ketdi. Bir oz turganidan keyin Talha roziyallohu anhu haligi chiquvchi chiqib, senga hali vaqt bo'lmadi dedi. Uyg'onsa tushi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida mana shu tushini aytib berdi. Talha roziyallohu anhu. Shunda sahobalar subhanalloh, subhanalloh deb hayron bo'lishdi. Rasululloh aytdilar, nimaga hayron bo'lyapsizlar? Nimadan hayron bo'lyapsizlar? Ular aytishdi, yo Rasululloh, ikkalasi teng iymonga keldi. Bittasi shahid bo'lib o'ldi. Ikkinchisi 1 yil keyin oddiy o'lim bilan o'ldi. Nimaga shahid birinchi kirmadi? Nimaga oddiy o'lgan odam uyiga birinchi kirdi jannatga dedi. Rasululloh aytdilar, keyin o'lgan odam 1 yil uzoqroq umr ko'rdimi? Ko'rdi. Falon rakat namoz, falon amallar va ro'zani ham qo'shimcha tutdimi? Ha. Demak, buni ajri undan ulug' bo'ladi dedilar. Endi tushunyapsizlarmi? Islomda soch soqori oqarib, iymon e'tiqodida ibodatda turibdimi shu oqsoqol? Hadisda aytayapti. Tasbihi, tahlili, takbiri uchun Alloh uchun bundan afzal odam bo'lmaydi deyapti. Yosh kichkinalar, yosh kattalarni hurmat qilishini bu bizni ixtiyorimizdagi ishimiz ekan deb o'ylamanglar. Bu vojib amal. Demak, shahid bo'lib ketgan odamdan ko'ra 1 yil uzoqroq umr ko'rib, ko'proq amal qilgan odam jannatga birinchi kirayotganligi siz bilan bizga islomda siz bilan bizdan ko'ra uzoqroq umr kechirgan inson bizdan yaxshiroq inson bo'lishligini bildiradi. Yoshlar kuchli bo'ladi, shijoatli bo'ladi, g'ayratli bo'ladi, lekin tajribasi bo'lmaydi. Agar ana shu yosh kattalarni hurmat qilib, ularda tajribasini oladigan bo'lsa, ularda bor hikmatni olishadigan bo'lsa, juda ko'p xatolardan saqlaydi o'zini yoshlar. Undan tashqari jamiyatda bosh bo'lgan odamlar hurmati bo'lmasa jamiyatga, bunday jamiyat yo'lidan chiqadi. Qaytaraman. Jamiyatga peshvo bo'lish kerak bo'lgan yosh katta ulug' insonlar behurmat qilinsa, bu jamiyat parokandalikka yuz tutadi. Kattalar gapi o'tmasa yoshlarga nima bo'ladi? Dinimizning dushmanlari birodarlar bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun ulug' shaxsiyatlarni, ulamolarni, yosh ulug'larimizni har xil fitnalar bilan obro'yini tushirishga harakat qiladi. Nima qiladi? Ayblari bo'lsa poylab qidirib yuradi. Agar aybini topa olmasa tuhmat qilishga jur'at qiladi. Ilmlarini shubha ostiga qo'yadi. Ha, umi bu manaqa. Ha, bu manaqa. Bora shunaqa odamlar atrofimizda. Jamiyatni yo'lboshchisi bo'lgan yosh kattalarga hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, peshvolarga nisbatan hurmat yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu jamiyat halokatga yuz tutadi. Ana shu ulug'lar haqida shubha tug'dirish, obro'sini tushirish, kamsitishlik birodarlar. Bizni dinimizda ham, millatimizda ham yo'q bo'lgan narsa. Yosh katta odamni nazaridan qolma degan gap bor bizda. Shuning uchun islom olamida birodarlar, mana shu yosh ulug'larni hurmat qilishlik muhim amallardan hisoblanadi. Undan tashqari kama tadin tudan deyiladi. Nima eksang shuni o'rasan degan. Rasululloh aytadilar: "Ma akrama shabun shaykhon li sinnihi
illa sahharallohu lahu man yukrimuhu inda sinnihi. Yosh yigit bir qariyani uning yoshi uchun hurmat qilib qo'ysa, yosh yigit, yosh katta qariyani yoshi ulug'ligi uchun hurmat qilib qo'ysa, bu yosh yigit ham yosh katta bo'lib qaraganida uni hurmat qiladigan kimsaga ro'baro bo'ladi. Nima eksang, shuni o'rasan. Rasululloh boshqa hadislarda marhamat qiladilar. Ya'ni yoshlarimizga rahim qilmagan va oqsoqollarimizni ulug'lamagan odam bizdan emas. Rasululloh tonyaptilar bunaqa odamdan. Yoshlarga beshafqat, kattalarga behurmat. Demak, bu siz bilan bizni zimmamizdagi vojib bo'lgan amal. Musulmon jamiyatida yosh kattalarning obro'si, hurmati muhim bo'ladi. Kim yoshi ulug' olimni, umuman olimni haq huquqini tan olmasa, uni behurmat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa odamdan yuz o'girganlar. Keyingi hadisga quloq tutamiz. Laysa min ummati man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar, kattamizni hurmat qilmagan, kichigimizga rahim qilmagan va olimimizning haqqini tan olmagan kishi mening ummatimdan emasdir. Imom Ahmad rivoyat. Demak, kattani hurmat qilish kerak, kichikka rahim shafqatli bo'lish kerak, olimning haqqini bilish kerak. Olimni haqqini tan olmagan, behurmat qilgan odam Rasululloh bunaqa odamdan tonyaptilar, mendan emas deyaptilar. O'zi anaqa bo'lsa-chi, domla, mana seni ishing emas o'shaqa bo'lganda hamchi. Sen o'zing bilan ovora bo'ldi. Imom Hokim rivoyat qilgan hadisda bunday deyiladi. Laysa minna man lam yujilla kabirana va yarham saghirana va ya'rif li alimina haqqahu. Kimki kattamizni hurmat qilmasa, kichigimizga rahim qilmasa va olimimizning haqqini bilmasa, bizdan emasdir. O'shuning uchun qadimdan bu yurtdagilar ilmli odamni ko'rganda hurmat bajo keltirgan. Chunki uni hurmat qilishligi o'zini foydasi edi. Ilm, birodarlar, buyuk ne'mat. Ilmni haqqini tan olmaslik odamlarni ilmga bo'lgan qiziqishini so'ndiradi. Agar jamiyatda olimlarning hurmati bo'lmasa, ilmga rag'bat bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamiyat yana parokandalikka yuz tutadi. Hikmatda aytiladi: Al-ummatu allati laysa laha akabiru laysat umma. Al-umma allati laysa laha akabiru laysat umma. Kattalari, ulug'lari yo'q millat emas. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringlar bilan birga bo'ladi. Abu Hanifa kim bo'pti? Imom Shofiy kim bo'pti? Hum rijal va nahnu rijal. Ular ham erkak, biz ham erkak. Ular ham ilmli, biz ham ilmlik. Abu Hanifaga jur'at qilishadi. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Abu Hanifa bilasanmi, tobiin hisoblanadi. Sahobalardan 6 yoki 7 tasini ko'rgan. Sahoba, tobiin, taba tobiin. To'ralar mazhab boshi imomlarimiz, birodarlar, yo tobiin yo taba tobiin bo'ladi. Rasululloh maqtagan 3 ta asrning vakillari, Rasulullohning zamoni saodatiga yaqin bo'lgan insonlar, shularni sha'niga noma'qul so'zlarda aytayotganlar musulmonmikin deb olgin keladi-da. Qolgan 3 ta imom, mazhab bosh imomlar, Imom Azamni Imom Azam degan shular, eng ulug' imom degan. Abu Hanifa, Imom Ahmad bin Hanbaldan so'rashdi. 100 mingta hadis bilgan odam fatvo aytsa bo'ladimi dedi? Yo'q dedi. O'sha Abu Hanifaga, Imom Shofiyga toshlatayotganlar 2 mingta hadisni ham bilmaydi. Mingta ham bilmaydi kerak bo'lsa. O'tirib olib Abu Hanifani muhokama qilyapti. 200 mingta hadis bilsa-chi desa, yo'q dedi.
200 mingta hadis roviylari bilan, matni bilan naizust, ya'ni kallasida turadi. 300 mingta bilsa-chi dedi, yo'q dedi. Hadis ilmining ummoni bo'lgan Imom Ahmad ibn Hanbal 300 mingta hadis bilgan odam fatvo aytishga haqqi yo'q deyapti. 400 mingtachi 400 mingta hadisni yoddan bilsa fatvo aytsa bo'ladimi deganida kaftini ko'tarib qimlatib qo'ydi. Endi bizni zamonimizda o'tirgan ayrim o'zini ilmli sanagan odamlar Abu Hanifani, Imom Shofiyni behurmat qilib, ularga hadis yetib bormagan, ular ma'nosini bilmagan deb turibdi. Imom Bayhaqiy rivoyat qiladi. Rasululloh aytadilar: "Jalisil kubara va sa'ilil ulama va xolitil hukama." Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Yoshi ulug'lar bilan o'tirgin, ulamolardan so'ragin, hakimlarga aralashib yurgin. Bu Rasulullohning buyrug'i. Jamiyatni barakasi birodarlar, ana shu jamiyatdagi yoshi ulug' insonlar bilan bo'ladi. Aytdik, yosh kattalarning tajribasidan bahramand bo'ladigan bo'lsa, yoshlar juda ko'p hayotda xatolardan, qoqilishlardan o'zlarini ehtiyot qiladi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Al-barakatu ma'a akabirikum." Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga ikkita arobiy keldi. Kelib biri dedi: "Ya Rasululloh, ayyun nasi xoyr?" Ikkita arobiy payg'ambarimiz oldiga kelib so'rayapti. Odamlarda yaxshisi kim ya Rasululloh deganida Rasululloh aytdilar: "Tuba liman tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odamga tubo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin. Demak, yaxshi odam kim ekan biz oramizda? Umri uzun, ya'ni yoshi katta va amali chiroyli bo'lishi kerak ekan. Ikkinchisi so'radi: "Ayyu amalil xoyr?" Qaysi amal eng yaxshi amal? Rasululloh aytdilar: "An tufariqa dunya va lisanuka rotbun min zikrillah." Dunyoni tark qilayotgan paytingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lishligi. Ya'ni zikrni shunaqa ko'p aytadiki, joni chiqib ketayotganda ham tilida zikr turgan edi. Eng yaxshi odam kim? Ya Rasululloh. Umri uzun bo'lgan, amali chiroyli bo'lgan odam. Eng yaxshi amal qaysi amal? Dunyoni tark qilayotganingda tiling Allohning zikri bilan nam bo'lib turishligi. Endi bir odamni umri uzun bo'lsa-yu, amali chiroyli bo'lmasa, birodarlar, bunaqa uzun umr balo bo'ladi. Yoshning katta bo'lishligini o'zi yaxshilikning alomati emas. Uni yonboshida amali ham nima bo'lish kerak? Chiroyli bo'lish kerak. Bunaqa uzun umr o'zini egasi uchun balo bo'ladi. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytdilar: "Xoyrun nasi man tola umruhu va hasuna amaluhu." Odamlarning yaxshisi umri uzun bo'lgani va amali chiroyli bo'lgani, va sharrun nasi man tola umruhu va sa'a amaluhu. Odamlarning yomonichi? Odamlarning yomoni umri uzun, amali yomon bo'lganidir. Agar yoshi katta bo'lib, yomon amallardan tiyilmayotgan bo'lsa, aroq ichsa, birov ko'rsatmay, qimor o'ynasa, protsentga pul bersa, zino qilsa, qo'yingki, amallari xunuk bo'ladigan bo'lsa, mana shu yoshi katta odam jamiyatdagi eng yomon odam bo'ladi. Alloh azza va jalla hammamizni umrimizni uzun va amallarimizni chiroyli bo'lishiga tavfiq bergan bo'lsin. Ibn Hibbon o'zining sahihida rivoyat qiladi, Ikrimadan, Ibn Abbosdan. Rasululloh aytadilar: "Al-barakatu ma'a akabirikum." Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. O'tgan darsda yosh kattalarni hurmat qilishlik haqida suhbat qildik. Ana shu o'qigan hadislarimizdan la yazalun nasu bi khayrin ma akhadul ilma an akabirihim. Rasululloh aytibdilar: "Modomiki odamlar ilmni oralaridagi yoshi kattalaridan olishar ekan, xayriyatda davomiy bo'lishadi. Harakat qiling, siz ilm olayotgan odam
imkon boricha yosh kattaroq odam bo'lsin. Ma'qulmi? Imom Zarnujining ta'limida keladi, ustoz tanlashda 3 ta sifatiga e'tibor ber deydi. Olim bo'lsin birinchisi, taqvoli bo'lsin ikkinchisi, yosh katta bo'lsin uchinchisi. Chunki inson ilmli bo'lib turib, taqvoli bo'lib turib, yosh bo'lsa, demak uni hayotiy tajribasi yo'q. Hayotda sog'ini ko'rmagan, yaxshi yomonidan xabardor emas, kattalarchalik. Shuning uchun ilm o'rganishlik agar yosh kattalarda bo'ladigan bo'lsa, bu bizga juda ko'p musibatlarning kelishligini oldini oladi. Boshqa bir hadislarda Rasululloh aytdilar: "Inna min ijlalillahi ta'ala ikromi zi shaybatil muslim." Musulmon oqsoqolni, musulmon qariyani hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Allohni ulug'lagan, Allohdan qo'rqqan banda musulmon qariyani, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, hurmat qiladi. Boshqa hadislarda Rasululloh aytdilar, Alloh nazdida islomda yoshi ulg'aygan mo'mindan ko'ra hech kim afzal bo'lmaydi. Hammamiz musulmonmiz, oqsoqollar yoshlardan ko'ra ustun bo'laveradi. Nima uchun? Rasululloh aytibdilar, tasbihi uchun, takbiri uchun, tahlili uchun. Siz ehtimol takbirni ko'p aytgandirsiz bu oqsoqoldan. Ehtimol Qur'onni ko'p o'qigandirsiz bu oqsoqoldan. Ehtimol sadaqa, ehtimol. Lekin bu sizdan burunroq Alloh degan so'zni aytgan birinchi marta. Shuning uchun ham u sizdan nima bo'laveradi? Yana tushuninglar. Normalniy odam o'zidan katta odamni hurmat qiladi. Nafaqat musulmon bo'lmasa ham o'zidan kattani hurmat qiladi. Hali Umar ibn Xattobni, Xolid ibn Validni qilgan ishlarini o'qiymiz. Musulmon bo'lmagan, ahli kitob bo'lgan kishilarga ham bu ulug' insonlar hurmat ko'rsatgan. Endi u yosh katta odam musulmon bo'lsa-chi? Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Ma akrama shabun shaykhun li sinnihi illa sakharallohu ma yukrimuhu inda sinnihi. Qaysi bir musulmon kishi, musulmon yosh inson, yosh yigit yosh katta musulmonni hurmat qilar ekan, yosh kattaligi uchun. Endi mana shu yigit qariganida uni ham hurmat qiladigan yosh yigitni Alloh ro'baro qilib qo'yadi. Avtobusda kattalarga javob beringlar, sizlar qaraganda ham nima qiladi? Avtobusda javob beradi. Yoshi ulug'larning fazli. Demak, yuqoridagi hadislardan yaxshilik kattalar bilan, yoshi ulug'lar bilan birga bo'lishligini tushundik. Yana mo'min kishining umri qanchalar uzun bo'lsa, bu u uchun yaxshilik ekanligini tushundik va islomda musulmon qariyalarning hurmati baland ekanligini bilib oldik. Islomda soch soqoli oqargan odamlar, ularning fazilat haqida ham bir necha hadislar bor. Payg'ambarimiz aytadilar sallallohu alayhi vasallam: "Ma min muslimin yashibu shibatan fil islam illa kataballohu lahu biha hasana va khatta anhu biha khati'a." Imom Dorimiy. Qaysi bir musulmonning islomda soch soqoli oqarsa, Alloh unga mana shu oqargan sochi uchun, bitta sochi uchun bitta savob yozib qo'yadi. Ana shu oqargan bitta sochi uchun bitta gunohini o'chiradi. Demak, mo'min bandaning umrining uzun bo'lishligi, soch soqolni oqarishligi va u sababli unga beriladigan narsalar faqat u uchun yaxshilik bo'ladi. Ba'zi bir odamlar boshiga bir issiq sovuq kun kelsa, mashaqqatga kirib qolsa, o'ziga o'lim tilashni boshlaydi. Birodar, bu dunyoning muammosi har qancha katta bo'lmasin, har qancha og'ir bo'lmasin, u bir kun tugaydi. Eng kamida o'lsang qutulasan undan, lekin o'lim tilama o'zingga.